Ha, birinchi marta o'sha o'zim ham ko'rganim. Skrininglarga tushmadingizmi? Men bitta o'sha o'qiyman-da o'zim. O'qisangiz ham skrininglarni o'tkazib yubormang-da. O'sha Masalan, skriningga birinchisiga tushdim. skriningga tushdingiz, ha? Birinchisiz, keyin u yana siz. Menga kelganingizda 5 hafta bo'lgan u skrining hisoblanmaydi. Undan keyin 12 haftada tushdingiz, ha? 12 emas, 9 yil. 9da tushdingizmi? Masalan, u ham skrining emaslar. Hech bo'lmasa 12da tushishingiz kerak edi-da. Конечно, unda jinsini ko'rolmaydi-da 9 hafta bo'lgandan keyin. 10 haftalik ko'rish. 16da tushdingizmi? 9 haftalik. Undan tushmadim. Ah, voysey. Yana 9 haftada tushganlarda jinsini ko'rishmadi qo'yadi. 9 haftada qanday jinsini ko'radi uni? Mana bu po'pasini tagi ojonisi. Kim bo'lsin birinchimiz? Qizmi, o'g'ilmi? Aqllisi birinchi nyanka bo'ladi, keyin lyalka bo'ladi. Hozir sizda qizaloqcha. Yordamchingiz bo'ladi. Undan keyin buni ukalarini tug'asiz.